Xitoy bilan Amerikaning munosabati yaqindan buyon tarixdagi eng nachar holatga kelgan bo'lib, xalqaro jamiyatda bu vaqtda o'xshamagan andishlar paydo bo'lgan paytda Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning 18-iyun Xitoyni ziyorat qiladiganligi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. Antony Blinkenning 18-iyun Xitoyni ziyorat qilish harfisida xalqaro kechirim tashkiloti, Xitoyga yordam jamiyati, Xitoy kishilik huquq qo'g'dovchilari, Hong Kong nazoratchilar jamiyati, Hong Kong demokratik kengashi, Uyg'ur harakati, Erkin Tibet jamiyati va Erkinlik saroyi qatorliq 40 necha xalqaro kishilik huquq tashkiloti 14-iyun Blinkenga birlashma maktub yozgan bo'lib, maktubda Antony Blinkendan pat yaqinda qilmoqchi bo'lgan Xitoy ziyaratidan foydalanib, Xitoyda davom qilayotgan kishilik huquq krizislarga ko'ngil bo'lishini talab qilgan. Yaqında ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sinlar Xitoy tashviqot vositalari davron solayotgan Uyg'ur xotirjam va huzur, erkin holda yashayotidi degan sabsatlarning yolg'on ekanligini isbotlamoqda. Lager shohidi Zumrat xonim Facebook sahifasida ham bahrilagan bir nechisin Xitoyning yaqindan beri Sharqiy Turkiston xalqi va Uyg'ur haqida xalqaro jamiyatga tashviq qilayotgan sabsat va uydirmalarning yolg'onligini yana bir qatam isbotladi. Ilgari tarqatilgan buningga o'xshash sinlarda Uyg'urlar ishlatadigan pichoq, qing'roq, hatto qaychilarga lazer nur bilan kimlik nomeri va ichkilik kod kirgizilayotganligi, qing'roqning muqim bir o'ringa bog'lab etilganligi, mayli do'konda bo'lsin, mayli uyda bo'lsin, barliq tig'liq asboblarga kod bilan kimlik nomeri kirgizishning majburiy ekanligi, talab bo'yicha kod qo'yilmagan tig'liq asboblarning soqchi tarafidan yig'ib olinadiganligi uqtirish qilingan edi va ijtimoiy taratqularda kuchli inkas qo'zg'agan edi. 2023 yılı 6. ayının 15. günü bir televiziya kanalida İsmail Küçükkayaning programmasiga qatnashib, savollarga javob bergan turk tarixchi Ilber O'rtayli ko'chmanlar haqida gap bo'lganda Uyg'urlarning qaytarilish masalasi haqida to'xtaldi. U Turkiyaga kelgan Uyg'urlarni qaytarib etishning axloqsizlik va nomussizlik bo'ladiganligini aytdi. Riyosatchining Xitoyning besimini ta'kidlashiga qarata Ilber O'rtayli biz Xitoy besim qilayotganligi uchun avatamdiq, biz Pokistonmi? Bu to'liq nomussiz ish dedi. Sürgündeki Tibet hükümetinin başlığı Sekyong Pempa Tsereng o'xshash fikrdagi diplomatik ittifoqdoshlar va sheriklar bilan ittifoq tuzib, o'rtaq dushmani Xitoyga taqobil turishning muhimligini ta'kidladi. Markaziy Tibet hukumatining xabariga qaraganda 2023 yil 6 oyning 8 kuni mutaxassislar Hindistonning Dharamsala shahrida yig'in chaqirib, Xitoy va dunyo vaziyati haqida suhbatlashgan. Tibet hukumatining bayonotida aytilishicha, yig'inga qatnashganlar Tibet, Uyg'ur, Hong Kong, Tayvan va Mo'ng'ullarga munosabatlik bir qator muhim masalalarni muzokara qilgan. Yevropa parlamenti qaror ma'qullab, Xitoyning atalmish davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasini bekor qilishni talab qildi. Xabar qilinishicha, Yevropa parlamenti 15-iyun yangi qaror ma'qullab, Olma kundalik gazetining qurg'uvchisi Li Jingni darhol qo'yib berishni va atalmish davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasini bekor qilishni talab qilgan. Bu qaror parlamentda keng qo'llashga erishgan bo'lib, 483 parlament a'zosining qo'llashi, 9 a'zoning qarshi chiqishi va 42 a'zoning huquqidan voz kechishi bilan yuqori ovoz nisbatida ma'qullangan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, mazkur qarorda yana Yevropa Ittifoqi kengashi Hong Kong alohida rayoni boshlig'i Li Jiachao va inson haqlari faoliyatchilarini bostirishga chetishlik boshqa amaldorlarga jazo yurgizishga chaqirilgan. Gerçi Xitoy 2022 yilning oxirida Xitoy virusidan keyingi qayta echib etishda iqtisodining asliga kelishini umid qilgan bo'lsa-mu, ammo sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Xitoy iqtisodini asliga keltirish uchun yanada og'ir xirasga duch kelgan. 2023 yilning 1-faslida chet el bevosita mablag'i o'xshash mezgildagidan 34% tövallab, 2020 yilining o'xshash mezgildagi saviyasining taxminan 3dan 1ga tushib qolgan.